Ruscha gaplar ancha shevada, endi Dubayda. Birinchi so'zimiz quyom so'zi. Qanday bo'ladi rus tilida? Quyom? Quyonmi? Quyom. Yeydigan. Quyom. Bilmadim. Varenье. Aa, Da, murabbo degani. Shopillagan. shopillagan. Kiyimim. Qancha shopillagan ekan o'zingga? Большой. Da, gap bu degani большой, da. Og'riman. Не болей. To'g'ri. Keyingisi, eshilma. Не выпрань. Выпрань. VPN. Не выпрыгивайся. Не выпендривайся. Да. Hop, oxirgi so'zimiz bu bizda mishiq so'zi. Кошка. To'g'ri. Nimaga siz hozir mishiq bilan mushukni adashtirmadingiz? Chunki siz bilan o'rtoq bo'lganimdan beri anjon shevani o'rganmayapman. Kim yana qanaqa ancha shevada so'z biladi? Kommentariyada yozib Yozib qoldiringlar.